Insult insonni bir umr to'shakka mixlab qo'yadigan og'ir kasallik. Nevrologik kasalliklar ichida eng og'iri ham insult hisoblanadi. Aslida bu kasallikni oldini olish mumkin-ku. Qanday belgilar agar odam organizmida kuzatilsa, insult xavfi borligini bilish mumkin. Diqqat qiling. Agar sizda doimiy bosh og'riqlar boshlangan bo'lsa, oxirgi paytlarda besabab qon bosimining ko'tarilishi yo tushishi kuzatilayotgan bo'lsa va uchinchisi og'ir darajali qandxonliklar. To'rtinchisi qonni quyuqlashish hisobiga qo'l va oyoqlarda, lablarda, yuzda, tilda va hokazo tana qismlarida uyushlar paydo bo'lgan bo'lsa va beshinchisi juda ko'p asabiy jig'ibiyron bo'lishlar. Agar shu belgilar o'zingizda kuzatgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Insult xavfi bor. Buni oldini olish uchun esa har doim siz professional nevropatolog ko'rikdan o'ting. Chunki insult 80% holatlarda og'ir nogironlikka olib keladi. Hattoki qabulimga kelgan 40 yosh, 45 yoshdagi yosh erkaklar ham insult kasalligiga chalinganini ko'rganimda juda achinib ketaman. Azizlarim, agar men yuqorida sanalgan belgilar sizda ham kuzatilayotgan bo'lsa, darhol ko'rikka yoziling. Sizga kerakli diagnostika va tekshiruvlar o'tkazib, aynan mana shu muammoni oldini olishga yordam beramiz.